Firibgarlikning yangicha turi chiqdi. Hayolimga kelganida shunaqa bo'lsa kerak deb. Shundayki, ijtimoiy tarmoqda bir video qo'yiladi yoki bir post, birorta matnni qo'yiladi. Mana shunga munosabatlar boshlanib ketadi. Bilasizlar, kimlardir so'kinib yozishadi. Aynan ataylabdan qilingan narsada mana shu unga so'kinish kerak. U javob yozadi, iltimos bunaqa so'kinmang, boshqa qilmang degandan keyin qo'yapti deb o'ylab yana avjiga chiqish boshlanadi. U albatta nusxalanadi, skrinshot qilinadi va tegishli tashkilotlarga yuboriladi. O'sha so'kingan odam albatta topiladi. U katta miqdorda jarima to'laydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Ijtimoiy tarmoqda umuman so'kinmang. Menga nisbatan ham juda ko'p shunaqangi so'kinishlar, haqoratlar bo'ldi. Birortasini hali ichki ishlar bo'limiga topshirganim yo'q. Ogohlantirdim. Hatto bittasiga shunday bo'ldiki, bir she'r o'qib berganligim uchun juda kurada turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilibdi. Tezda o'chirib tashlang, bo'lmasam ichki ishlarga beraman desam, topolmaysan deb. Topish judayam oson. Ichki ishlar bo'limiga ariza bergandan keyin admin orqali bu ana shu tarbiyasiz odam tezda qo'lga tushadi va sud qarori bo'yicha juda katta jarima to'laydi yoki 15 sutkagacha qamoq jazosini oladi. Demak, so'kinib, boshqa qilib, boshingizga g'alva oshirib o'tirmang. Bu haligi bir 3-4 million bilan qutulmaydi. Hozirgi kunda shunaqaki 600-700 milliongacha jarima to'lash mumkin. Demak, bunaqangi so'kinib, boshqa qilib, o'zi oyliklar oz, pensiyalar oz, yana buni ustiga shuncha miqdorda jarima to'lab, to'lolmaydi. Endi to'lolmagandan keyin baribir undirib olinadi. Aynan mana shunday so'kinishni eshitib, rohatlanib pulga ishlayman degan odamlarni tegirmoniga suv quyib, ularga yordam berib o'tirmang. Undan ko'ra yoqmadimi? Indamay o'tkazib qoling. Nima keragi bor?